Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun hozir bir komnatli kvartirani impuls promovka qilamiz. Kotyolni ko'parib oldik, kotyolni полностью profilaktika qilib ichini himchistga qildik. Endi hozir xudo xolasa impulsni promovkani qilamiz. Hozir impulsni beradagamiz. Impulssiz просто o'zini ichindagi suvni hozir yaramiz, keyin impuls qo'shamiz. Hozir shuni sizlarga ko'rsatacakman. Yine sistemadan gelip duran su boyuna. Yine. Bir radyatörünü açtık yine sistemadan. Hazır başta prosto su bilan yuvamiz, keyin impuls bilan yuvamiz. Oppoq suv chiqincha sana hozir yuvamiz sistemani. Shu batareya yuvilib turibdi, hozir sesam ishlab turibdi yana. Mana xullas hozir aziz obunachilar. Impulsni bera boshlaymiz. Mana ketdi. Bismillah. Mana ketdi. Hozir effektini ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Boyagi oppoq suv mana уже sapsariq bo'lib kelyapti. Mana. Mana. Mana shunaqa qilib birma-bir yuvamiz radiatorlarni. Mana bunda oppoq suv ketyapti. Qaytib kelish. Oppoq bo'la boshladi. Oppoq suv chiqishini davom qildiramiz. Ana keyin ikkinchi radiatorga o'tamiz. Mana oppoq suv kela boshladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir o'zi davleniya bu yerda kelayotgan suvni davleniyasi 4 bar ekan. Shu 4 barga to'g'rilab qo'ydik mana. Biz hozir ikinci radiatorni ochaman. Ketdi hozir ikinci radiatordan chiqarilgan motorni ko'ramiz. Mana ketyapti. Mana kelyapti. Hozir bu bez impulssiz. Mana nima ahvol. Ko'rishingiz mumkin. Hozir endi oppoq suv chiqqandan keyin impuls orqali yuvamiz. Mana impulsni qo'shdik. Mana o'zi suv qo'ya boshladi. Mana. Yana qoraydi. Hozir shu holatda ham oppoq suv chiqguncha davom qildiramiz.
Keyin прямой воздух bilan yuvamiz. Mana xullas hozir 3-batareyaga keldik. Bitti. 3-batareyadan gelen motorunu göremiz. Görünecek arada. Görüşürüz mümkün. Evet. Şu sistemalardan şu narsa var. Az taze su çıkınca sana prosto su bilan yuvamiz. Keyin impuls berib boshlaymiz. Mana impulsni qo'shdik. Qo'shdik. Hozir ko'ramizda nima kerak ekan mana. Oray boshladi. Mana kelyapti. Mana shunaqa ahvol. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, opisaniyada telefon nomerimni qoldiraman.